Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bir bor biz bilamizki, Dubaydagi eng tez quruvchi kompaniyalardan biri bu Bingati hisoblanadi. Va Bingati oxirgi 3 yil ichida faqatgina brendli xo'sh, brend bilan quryapti. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek bu loyihamiz Bingati Bugatti asosida qurilyapti. Undan keyingisi esa aslida buxorolik bo'lgan Jacob & Co. hozirda esa Amerikada istiqomat qilayotgan mashhur soat va dunyodagi eng mashhur brend bu Mercedes. Mana shu kollaboratsiyalar bilan birga o'z hamkorligini boshlagan va qurilish allaqachon boshlangan. Undan tashqari mana shu Mercedes-Benz shaharchasini quryapti va butun dunyoda bu birinchi Mercedes-Benz shaharchasi bo'ladi. Unda studio xonalarimiz o'rtacha 40 kvadrat metr tashkil qiladi va summasi $356,000 dan boshlanadi. Ochirada turish uchun atigi $5,500 bilan ochirga turiladi. Agar siz bu quruvchi kompaniyaga investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz yo umuman olganda Dubay ko'chmas mulkka investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, bizning jamoaga, Salih jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Hammalaringizga tinchlik, omonlik. Assalomu alaykum va rahmatulloh.